Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar xonimlar? Bugun 19-mart Navro'z bayrami sayli bo'lib o'tayapti. Urganch shahrimizning manejida ayni damda yomg'ir ham yog'ishni boshladi. Juda ham bir zo'r eksklyuziv videolarni qo'yishga harakat qilamiz. Xudo xolasa tez arada hammasini ko'rsatib boramiz. Bu yil manejda birinchi marta bo'lishi emas, ikkinchi marta bo'lishi, ya'ni avval 2 yil ham shuda bo'ladi. Endi bu yil ham xudo xolasa shuda bo'layotir. Shu yomon emas, xudo xolasa eksklyuziv aldandan bir chiroyli qilib layklanmas qo'yamiz. Tez arada chiroyli videolarni sizlarga taqdim etib boramiz. Yomon emas, havo zo'r. Ayni damda ob-havomiz 11 gradus ekan. Bu juda ham zo'r va asta-sekin biza kirish qismina botirmiz darvozaga. Hammasini asta-sekin ko'rib boraveramiz. Demak, ketdik. Voy, uzun. Ha? Hop, odam ko'p. Sayil bo'lgandan keyin baribir odam ko'p bo'ladi. Tabiiy. Har bir pavilyonning o'ziga yarasha boshqacha. Bu Tuproqqala tumani pavilyoni ekan. Hozir tayyorgarliklar bajunda zo'r. Bir chetdan ko'rib chiqadigan bo'lsak, hamma pavilyonlar bor. Qazarasi, bog'ot. Bu bog'onda hamma pavilyonlar bor. Hammasini yo'nalishida albatta buni chiroyli qilib o'zimizni eski kiyimlarni kiyib o'tganlar ham bor. Odamda yana qo'shiqlar bo'lib turibdi. Xo'p, davom etamiz. Bog'ot tumani pavilyoni ekan. Pavilyonlarda o'z e'tiborida olsangiz, har bir pavilyonning o'zida shunday raqsga tushib, qo'shiqlar qo'yib, odamlarning kayfiyatini ko'tarib turadi. Zo'r bu. Juda ham zo'r, ajoyib. E'tiborda olsangizlar. Bog'ot tumani. Ha? E'tibordan bo'lsangizlar, bu yerda avvallari Xorazmni ayollari nishab kiyinganligi bo'yicha ham juda ham bir chiroyli narsalar qilganlar, juda ham zo'r. Albatta, menimcha atrofda tushgan bo'lsa kerak, menimcha hozir nima kiyinmaydilar. Uni o'zingiz ham bilasizlar. Va albatta yangani kiyinishi, ya'ni shunday kiyinadilar, bilasizlar o'zlaringiz ham. Bu bog'ani bir chetdan ko'rib chiqaramiz. Xonqa tumani o'zina xos, o'zgacha bo'lgan. Men ichandan keyin men do'qman, sababi ichandagi bir muhit bir xil narsa, ya'ni Navro'zda bilasizlar, novla tortiradigan bo'lsa, shunday narsalar bor bu yerda. Uning bir ortiqcha narsalar yo'q deb o'ylayman, lekin har bir pavilyonning o'ziga qarasha bir boshqacha bo'lgan. Masalan, Xonqa tumaniga ham o'ziga qarasha bir yaxshi. O'zgacha hammasida gullar bilan bezatilgan va o'ziga xos bo'lgan va Yangiariq tumanini o'tamiz. Yangiariq tumani ham bu yerda boshqacha. Asing. Har bir Xorazmni mana shu qo'shiqlari, milliy yo'nalishlari bilan bog'liq holatlari juda ham ko'p. Masalan, har bir pavilyonimizda bor. Va shu qatorda hozir ham Yangiariq tumanida shunday pavilyonda ko'ribsiz. Va zo'r odamlarning kayfiyati uyatishib turibdi, zo'r.
va davom etamiz. Biza keyingi manzil o'tadigan bo'lsak, Urganch tumani ham o'ziga xos doimgidek pavilyonlarni boshqacha qiladi. Va bugungi Urganch tumanidagi hammasi e'tibor bersangiz albatta qo'shiq aytadigan joylari bor. E'tibor beradigan bo'lsangizlar, menda unda boshqacha qilib qo'yadi. Davom qilamiz. Keyingi manzilimiz bu Yangibozor tumani. Yangibozor tumani ham o'ziga xos bo'lgan ko'rinishda va eski narsalarni ham bular ham ko'rsatib o'tibdilar. Hop. Kamerani uzmaslikka harakat qilamiz. Aha, tushunarli. Ham zo'r. Ichkariga kirib o'tiribmiz. Sababi aytib o'tganim boshlayapman bir xil narsalar qo'yilgan. Yangibozor tumani ham o'ziga xos pavilyoni bilan ajralib turadi. Va videoni uzmay davom qilamiz va davom etamiz. Xo'p, keyingi manzilimiz Gurlan tumani. Gurlan tumani ham o'ziga xos va boshqacha ko'rinishda bo'lib turibdi va o'rtoqlar bo'lsangizlar, Gurlan tumanidagi pavilyon ham bir yashillik yo'nalishda qilingan va ganda chiroyli qilib qo'shira qilib kiyinganlar, menimcha o'qituvchilar bo'lsa kerak. Va ichkari ham zo'r. Pavilyonda gap yo'q, va lekin qo'shiqlarimiz yo'q Gurlan tumanida. Va faqat bu yerda tumanlarni pavilyonlari emas, bu yerda boshqa tashkilotlarning ham o'zlarining ko'rgazmali narsalari ham bo'lib turibdi. Bemalol kelib, uni ham ko'rsangizlar bo'ladi. Xo'p. Shovot tumani ham menimcha endi raqsga tayyorlanib, endi chiqajak bo'lib turibdilar o'xshaydi menimcha. Yomon emas, yaxshi. Shovot tumanidan o'ziga xos bo'lgan bezaklari bilan chiroyli qilingan. Xo'p, davom etamiz. Davom qiladigan bo'lsak, keyingi manzilimiz Qo'shko'pir tumani ekan. Qo'shko'pir tumani ham o'ziga xos insonlarga ega, tirishqoq insonlar va hozir ham harakatli jarayonlarni ko'rsatibdilar. Juda ham zo'r gadi. Zo'r mana. Yaxshi. Va eng zo'r joyini aytib o'taman sizlarga. Xiva tumani ham o'ziga xos bo'lgan bir boshqacharoq salobatli qilib chiroyli qilib o'tgan, gap yo'q. Albatta har bir yo'nalishni o'zini qilgan va bu yerdagi e'tibor beradigan bo'lsangizlar, yomon emas. Millilikni urg'ulashtirilgan bu yerda, Xorazm millilikni urg'ulashtirib chiroyli qilingan. Bu ham zo'r, gap yo'q. Eng ko'zga tashlanib turadigani bu eng oxirindagi Xiva shahri pavilyoni Urganch shahri pavilyonini e'tibor beradigan bo'lsangizlar, juda ham boshqacha. Urganchdan oldin esa biz Xiva shahridagi pavilyonni ko'rsatib o'tamiz va qizlarimiz juda ham chiroyli boshqacha kiyinib olishdi. O, zo'r, gap yo'q. Aha, menimcha o'ynab qo'yganda o'xshaydi menimcha. Yomon emas. Xiva shahri ham juda ham bir o'zgacha pavilyonni e'tibor berdilar bu yil. Agar pavilyonlarni hammasini 10 ballik sistemada hisoblaydigan bo'lsak, menimcha Xiva shahrini 8 ballik sistema bersa bo'ladi. Juda ham zo'r. Yomon emas. Tayyorgarliklar yaxshi. Ayniqsa o'rtadagi gullari, boshqasi juda ham yaxshi chiqqan. Gap yo'q. Molodez. Kichkina bolalarimiz ham juda ham bir boshqacha eksklyuziv va juda ham yaxshi tayyorlanganlar va ikkisi yonma-yon ham yaxshi. Urganch shahri bilan Xiva shahrini yonma-yonligi bu juda ham bir ko'zni quvontiradi. Zo'r. Arqa tarafda e'tibor beradigan bo'lsangizlar, millilikni urug'lovchi kiyimlar kiyilgan va hozir ham bu yerda juda ham bir boshqacha chiroyli qilib o'ynab qolyaptilar. Molodez. Nerede kichkina bolalarimiz ham.
Xo'p, Urganch shahrini alohida to'xtalib o'tishimiz kerak, chunki Urganch shahri juda ham bir alohida bezatilgan. E'tibordan bo'lsangiz, deyarli menimcha buni dumaloq shaklida qilingan pavilyoni va atroflari hammasi gullar bilan bezatilgan. E'tibordan bo'lsangizlar, juda ham yaxshi. O'zi Urganch shahriga e'tibor beradigan bo'lsangizlar, doimo pavilyonlari juda ham bir boshqacha tarzda tuziladi. Masalan, oxirgi marta festival o'tkazilganda qovun saylidan ham Urganch shahri juda ham bir o'zini va boshqacharoq, ya'ni chiroyli bu pavilyoni bilan o'zini ko'rsatib beradi. Bu safar ham juda ham bir boshqacha chiroyli qilib o'tilgan tarzda ko'rishingiz mumkin. Va umuman Urganch shahri doimgidek aktiv, молодец. Yozib qoldiringlar kommentariyada kimning pavilyonlari juda ham yaxshi va chiroyli bo'lgan. Albatta Urganch shahrini pavilyoni ichida bir girib ko'rsak ham bo'ladi. Xudo xolasa tez orada uni ham ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Pastlar aytib o'tasizlar, pastlar ham chiroyli qilib taqlaganlar. Yaxshi, zo'r, gap yo'q, gap yo'q. Zo'r. Va pavilyonning ichine girsak, devadim. Va pavilyonga kiramiz. Hop, 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 hop. Sekin, sekin, asta, sekin. Assalomu alaykum. Bugun Xudo xolasa Urganch shahrimizda Navro'z sayli shu bizani Gavhar restorani produksiyasini bilan keldik, qatnashdik. Bir de har xil bizani Gavhar restoran milliy taomlarini o'zini produksiyasi, ya'ni mahsulotlari, somsalar, go'k somsa, manti, suyuqasi, hammasi Xorazm milliy taomlari. Bemalol kelib, tanovlatib ko'rib ketishingiz mumkin. Hammani taklif etamiz. Gavhar restoranini taomlari Urganch shahar nomidan Gavhar restorani qatnashdi. Shuning uchun biz ishida qatnashdik misol darnimami. Demak, ko'rganingizdek, Gavhar restoranini yuqorida aytib o'tgan taomlariga bemalol Gavhar restorani Urganch shahri nomidan qatnashdi. Lekin Gavhar restorani shuncha narsa borligini bilmasadi. Juda ham zo'r, gap yo'q. O'zgacha va o'zgacha muhitda o'tilgan beri e'tibor olmasangizlar va bu yerdagi monitorlarni boshqa gap yo'q. Ham boshqa ya'ni deydi, boshqa pavilyonlarda ko'rmadim bu narsani. Juda ham yaxshi. Somsa deysizmi, go'kbarak deysizmi, hammasini shu yerda ko'rsangizlar bo'ladi. Umuman bu yerda e'tibor olmasangiz, nonlar ham shunday chiroyli qilib taqlaganlar va umumanda eksklyuziv boshqa pavilyonlardan juda ham yaxshigina ajralib turadi. Sababi baribir bilmadim. Har yil o'zi Urganch shahri pavilyonlari juda ham bir boshqacha o'tiladi. Bu yil ham o'zina xos bo'lgan tarzda o'tilgan. Lapadagi e'tibor olmasangizlar, lyustralargacha va monitorlargacha juda ham yaxshi e'tibor berilgan va bu yerda milliylik juda ham yaxshi ulug'langan. Menimcha agar pavilyonlar bo'yicha boxabarlardan bo'lsa, pavilyonni birinchi o'rinni baribir, ya'ni 11lik sistemada Urganch shahri oladi, to'shni. Chunki boshqa pavilyonlardan ham katta, ham assortiment ham ko'p va o'zina xos bo'lgan didda. Odam ko'p, manejlardan ham, ya'ni ishxonadan ham juda ham ko'p. Ko'rgazmali ishlar juda ham ko'p bo'lib turibdi. Va gidishimiz bilan ham shuni chiroyli mo'zza qizlarimiz, kichkina qizlarimiz ishlayapti. Voleybol o'yinidan havo bo'lib turibdi, lekin aslan juda ham zo'r, haqiqiy bahor havosi va bolalar, qizlar ajratib sport o'yinlarini o'ynab mazza qilib yuribdilar. Undan tashqari bu yerda boshqacha o'yinlar, milliy o'yinlarimiz, ya'ni bu yerda tortishma, yeb tortishma, boshqasi hammasi bo'lib turibdi. Unga e'tibor beradigan bo'lsangizlar, e'tibor beringlar. Varraklar ham uchib turibdilar, varraklar ham, boshqalar ham hammasi mazza qilib yuribdilar. Ko'p vaqt bo'ldi varrak uchirmaganmiz ham, lekin ham shunday deb hazratib varrak uchiribdilar. Bahonada varrak uchiribdilar, bayram oldi. Ajoyib, zo'r. Albatta bu narsalarga e'tibor beramiz, balki sun'iy narsalar. Hop, mayli davom etamiz. Bedayna oq kerak, ko'k kerak. O'yinni kim o'ynagan? Ancha o'ynaganlar bo'lishi kerak, to'g'rimi? Kimlar o'ynagan? Hop. Albatta bunda kuchlilar o'tadi. Faqat kuchlilar o'tadi, boshqa hech kim o'tmaydi. Meni ko'rib turgansiz, hozir ham qizlarimiz oq kerak, ko'k kerak o'ynab turibdi. Va bu yoqda novga yig'inib turibdi ekanlar. Uni hozir ko'ramiz bir ketdan. Xo'p. Odam ko'p. Hozir qaysi tashkilot, qaysi nomi bilib bo'lmaydi. Shuning uchun bir chetdan asta-sekin hammasini ko'rib chiqishimiz mumkin. Va bu yerda raqs bo'lib turibdi, adashmasam. Hoppa. Mana o'ynaymiz. Ha, o'ynayapti.
sport o'yinlari, boshqa narsalar davom etib turibdi. Bu yerda ham yugurish bo'yicha ham har xil sport turlari, umuman olganda hamma sport turlari mavjud va hammasini bir chetdan ko'rsatib chiqishning iloji yo'q. Chunki pavilyonimiz juda ham katta, juda ham ko'rgazmali, juda ham bir boshqacha. Avvalgiga qaraganda vyulimiz har yili o'zgarib va boshqacha bo'lib boryapti. Ha, ko'rib jajji qizoqlarimiz chiroyli qilib non xamir zoti tutdilar. Juda ham zo'r, yaxshi. Bu ham bir Xorazmning milliy bir madaniyatini o'zina xos ko'rsatib berish desak ham bo'ladi. Chunki har bir farzanddagi oiladagi qizlarimiz shuni non yopish va boshqa yumushlarni ko'rsatib berish vazifalarini va chiroyli qilib kichkina qizlarimiz ko'rsatib beribdi. Bu juda ham zo'r, juda ham yaxshi. Bir so'z bilan aytganda juda ham bir yaxshi, ajoyib o'tdi. Bayram zo'r bo'lib turibdi. Har bir yo'nalishda, har bir ko'rinishda juda ham bir yaxshi. Hammasini ko'rsatishga ulgurmadim, lekin bemalol pastga sapos ko'rsangizlar, bunday chiroyli bayramlarni sizlarga eksklyuziv ko'rsatib boramiz. Hali bu narsani videoni, ya'ni ijtimoiy tarmoq, ya'ni o'sha ijtimoiy tarmoqlarda yoki boshqa joyda ko'rishingiz mumkin, lekin televideniyada hali chiqmaydi bu narsa, lekin biz eksklyuziv birinchi chiqaryapmiz. Bu juda ham zo'r. Albatta, bu milliylik ruhi va boshqa narsalar baribir kerak. Ayniqsa Navro'z ayyomida shunday bayramlarni ko'pchilik kutadi va biz buni albatta eksklyuziv ko'rsatib borishga harakat qildik. Qo'limizdan kelgancha albatta qo'llab-quvvatlab qo'yasiz. Sizdan bizning mehnatimizni qo'llash uchun birgina like va bizani profilga a'zo bo'lib qo'ysangiz shuni o'zi yetadi.